Mana erkaklarni masjidda namoz o'qishga mana erkaklar uchun alohida, mana ayollar uchun alohida qilingan. Hamma narsa alohida qilingan. Mana bozorlarga qaranglar, chiroyli. O'xshab qilib qo'ygan. Go'zalligini tengi yo'q. O'rta Osiyoda yakka. Mana ziyoratgohga ichiga kirdik. Ziyoratchilar. Har xil davlatdan kelgan mana ziyoratchilarimiz. Ana Imom al-Buxoriyning qabri. Qabrning oldiga borib, videoga olamiz yerda.